litrli bankalarimga yana dollar kompot qilsammikin? Bu dunyoda choy poy ichamizmi? Zilchilar. Voy dadasi, mana muzdekina kompotdan ichib oling. Mas qilig'ing tez tugamaydiganda seni. O'lim, 11da olib chiqing. Qayerda dada? 12 bilan 10 o'rtasida turibdi. Mana dada. Nima qilyapsiz o'lim? Yig'ishtiring tezda pullaringizni. Hozir hamma ko'rib qolsa mendan pul so'rashni boshlaydi. Bugun plan 10 reys. Itariylar. Dada shuncha pul topasiz, tuzatib olsangiz bo'lmaydimi? Uy! Yurdi! Chiqinglar ketdik! Biz nima qilamiz? Yo'lda o'tib qolsa kimga yalnama? Oho! Yana kun isib ketdimi? Hozir mana dadasi hozir. Xo'jayin, kutib olmadingizmi? Ashna diqqat qilmanglar, vaqtida beringlar, yaringlar. Qani qolganlar? Kech payt uyingizga olib o'tish berar ekan. Buyuk xo'jayin, aksirganingizdan pul aksirib yuboryapsizmi? Aka, bu chipoqa. Hali siz dadam qonidan bo'lgan kunmisiz? Altın gülü 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 gülü. Altın gülü 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 gülü. Qancha hofiz, nima dadam sening pulingni bermayapti? Sen dadang kim u she'r yozadigan? Qarab oling. Mashina pulingizni bermayapti. Sizlar she'rni pulni so'rayapsizlar. Kimsizlar o'zisizlar? Dada gapirmaysizmi? Size Aras qo'shig'ingizni she'rini yozgan shoir Sharman deyman. Sizlarchi meni boshqa hofiz bilan adashtiryapsizlar. Men Xolmurod Xoliqovman. Xullas meni boshimga qatirmanglar. Meni ishim vaqti bor. Dada, ana hali hofiz. Arazlashmasdan, haddimizdan oshmasdan. Hofiz, o'zingizga ushab anaqa qilyapsiz, ish qilib. Jon aka, mashinada ham tinchlik yo'qmi, Jon aka? Ertaga to'yim bor. Shu to'yga o'ting, o'shada berib beraman pulingizni. Diqqat qilmadingiz. Bo'ldi-da, ko'ramiz, ertaga o'taman. Aralashmasdan, doim shunday shoshmasdan, kelsaydi shaylik har kun, haddimizdan oshmasdan. Aralashmasdan, doim shunday shoshmasdan, kelsaydi shaylik har kun, haddimizdan oshmasdan. Qo'yingni hofiz, sizni ovozingiz ham o'chirib bo'lmaydi ekan. Qalam haqqini bering, to'yga keldik-ku mana. Nimaga baqirmayman aka? Haloyiq, anavi Xolmurod hofizini meni she'rimni olib pulini bermayapti. Nima qilay aka? Beringlar bo'lmasa. Nima qilish kerakmi baqirsa? Mesini tez-tezdan qalam haqqini bering-da. Abi boshqa. O'lim, kimni navbat ekan endi? Haddimizdan oshmasdan,